Akalar hozir bitta joyga keldim. Odamlarni allashyapti ekan. Mana qarang, katyolni 20 kilo rasxod qilyapti deyapti. Bo'lmagan gap. Usta, qani buni egasi qani buni? Menda egasi. Sizmi egasi? Ha bu katyollarni 20 kilo ko'mir rasxod qiladi deyishyapti. Bu qancha rasxod qiladi? Bu to'g'risini ayting aka, odamlar mashinaga chiqib ketdi-yu. Bu to'g'risini gapirib sotamiz albatta, xudo. Qancha rasxod qiladi shu? Bu sutkasiga 300 kvadrat katyolimiz 30 kilodan 50 kilogacha rasxod qiladi. Havo sovuq, issiqligiga, uyda utubliniga qarab. Ha, utublinasiga qarab. Nima afzalligi bor endi bu katyollarda aka? Bu afzalligi aka, bu motorimiz mana 220 bo'ladi. Ko'mir zotini sindirib kirib ketadi. Ha, hammasi bo'lmasa, ko'mir bo'lsa bo'ladi, apps sindirib kirib ketadi ichida chiqib qolgan ko'mirlarni. Xo'p, bularda endi rasxodini tushuntirdingiz. Narxi qanchadan? Katyol juda to'ldirib yuboribsiz-ku. Katyollarning narxi eng kichkinasi $1000 dan tepaga qarab ketaveradi. Tepaga qarab chiqaveradi. Juda ham yaxshi. Jigarlar, O'zbekiston bo'yicha dastavka bor ekan. Bejizga bu joyga kelmadim. Sababi katyol ishlab chiqaradigan odamlar ham juda ko'p, lekin ishonchli juda ham kam. Bu katyollarga javob berishadi. O'zim ham xuddi shu katyollardan olganman. Ekran nomer qoldiraman, aloqa chiqaring.